Dunyoning eng boy 5 futbolchisi. Ehtiyot bo'ling. Birinchi raqam sizni hayratda qoldiradi. 5. Liverpulning Firavn Muhammed Salah. 220 million dollar. Adidas va Pepsi bilan millionlab qiymatdagi shartnomalar. Bilasizmi, Cristiano Ronaldo Plus tugmasini bosganingizda tabassum qiladi. 4-o'rin Neymar Junior 290 million. Uning PSGga o'tgan rekord transferi va Puma bilan shartnomalari uni yuqori pog'onaga olib chiqdi. Oldinga davom etishdan oldin kim kuchliroq ekanini ayting. Virgil van Dijk yoki Antonio Rudiger? Izohlarda yozing. Va agar kontentimizni yoqtirsangiz, bizni qo'llab-quvvatlash uchun yoqtiring va obuna bo'ling. 3. Kylian Mbappe 700 million dollar. PSG, Nike, EA Sports va hatto butun dunyo bo'ylab kompaniyalar bilan qattiq shartnomalar. 2-o'rin Lionel Messi 800 million. Miamidagi tarixiy shartnomalar. Adidas, Pepsi va boshqa ko'plab kompaniyalar bilan yana shartnomalar tuzildi. Lekin sizningcha kim birinchi o'rinda? Izohlarda yozing.